hakimle bu kararından narazımız. Hürmetli prezidentimiz holatlarni o'z nazoratlariga oladi degan umiddaman. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, aziz O'zbekiston ahli. Bugun men O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga hamda O'zbekiston Respublikasi saylov kompaniyasi a'zolariga va shu bilan birgalikda O'zbekiston Mahallalar uyushmasi raisi rahbari Quronboyev Qahramon Qo'chqorovichga murojaat qilmoqchiman. Men Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Chamanzor mahallasi Bobur ko'chasi 1-uyda yashovchi fuqaro Rahimova Dildor Kamulovnaman. Meni murojaatimni asl mazmuni Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida mahalla raislari saylovi to'g'risidagi qonun umuman amalda ishlamayotir. Tuman hokimligi hamda Qo'shko'pir tuman mahalla uyushmasi raisi, Qo'shko'pir tuman kadrlar bo'limi bo'yicha hokim muavini qonun ijrolarini ta'minlamagan holda qonunchilikka zid ravishda saylovlarda qatnashayotgan nomzodlar, mahalla raisi saylovlarda qatnashayotgan nomzodlar qatorida amaldagi mahalla raislarining nomzodlarini noqonuniy ravishda olib tashlab, aholini xohishiga qarshi ish qilyaptilar. Xususan, Qo'shko'pir tuman Chamanzor mahallasi ichidagi bo'layotgan holatlar meni juda qiyin ahvolga solib turibdi. Shu masalada tegishli tashkilotlardan yordam so'ramoqchiman. Hurmatli prezidentimiz meni ushbu murojaatimni inobatga olib, Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida bo'layotgan holatlarni o'z nazoratlariga oladi degan umiddaman. Chamanzor mahallamiz aholisi yakdillik bilan amaldagi mahalla raisimizni nomzodini mahalla sayloviga qo'yish uchun harakatdamiz. Lekin tuman hokimi bilmadim nima sababdandir amaldagi mahalla raisimizni nomzodini olib tashlab, o'zlarini nomzodlarini hokim tavsiya qilgan nomzodlarni o'tkazishni lozim topib turibdilar. Bu xalqqa nisbatan tahqir deymizmi, xalqqa nisbatan bosim deymizmi? Buni kim qanday tushunsa tushunsin, lekin bizlar bu hokimni bu qaroridan narazimiz. Biza bu borada viloyat hokimi Jo'rabek Rahimovga, viloyat prokuraturasiga hamda viloyat ichki ishlar rahbariga, viloyat mahalla uyushmasi raisi Artikov Odilbek Sadullayevga ham murojaat qilganmiz. Lekin amalda hech qanday ish qilinayotgani yo'qligi sababli men hozir ijtimoiy tarmoqqa chiqishga majbur bo'ldim. Nima sababdan Qo'shko'pir tuman Chamanzor mahallasi raisi nomzodlar qatoridan olib tashlandi degan savol bizani qiynab kelayotir. Bizani mahalla raisimiz xalq uchun ishlab turibdilar. Ko'chamizda yaxshigina mahallamizning ichida 9 ta ko'cha mavjud bo'lib, shu 9 ta ko'chada bosqichma-bosqich obodonlashtirish ishlari olib borilayotir. Albatta buni orqasida mahalla raisimizni xizmatlari katta, yaxshi ishlar qilinyapti. Mahalla aholisini moddiy yordamga muhtoj qatlamini yaxshi ko'maklab bo'lyapti. Davlat tarafidan ajratilgan mablag'lar hisobidan, tadbirkorlar hisobidan yaxshigina yordamlar bo'lyapti. Albatta bunda mahalla raisimizni xizmatlari bor. Shuni inobatga olmasdan hokimimiz mayda masalalarni, mayda kamchiliklarni ro'kach qilib, o'z nomzodlarini ilgari surib turibdilar. Bizani Qo'shko'pirda saylov to'g'risidagi qonun amalda ishlamayotir. Qo'shko'pir tumani mahalla raisi ishlamagan bo'lsa, ish ko'rsatmagan bo'lsa, nima sababdan olib o'z vaqtida kamchiliklari aniqlangan vaqtida ishdan bo'shatilmadi? Nima uchun endi gelib saylov vaqtida nomzodini olib xalqning huquqlarini poymol qilyaptilar? Shu savollarimizga javob ololmayapmiz. Viloyat doirasida yaxshigina harakatlar qildik, lekin hech qanday natija bo'lmayotir. Hurmatli Shavkat Miromonovich Quvondiq Qo'chqorovichdan Respublika mahalla uyushmasi, Respublika mahalla vazirligi rahbariyati shu bizani murojaatimizni inobatga olib, e'tiborga olib, o'z nazoratlaringizga olishingizni so'rayman. Xalqni ixtiyorina qarshi mahallalarda, tuman doirasida mahallalarda bosim qilmasdan xalqni xohishini amalga oshirishlaringizni so'rayman. Xalq kimni saylov, xalq tanlovi bu degani bir mahallada 5200 aholi bo'ladigan bo'lsa, shu 5200 aholini taqdiri demak 5 yil davomida xalq bilan ishlashadigan mahalla raisi kerak bizara. Mahalla aholisini rozi qila oladigan, mahalla ichidagi muammolarni o'z vaqtida bartaraf qila olish salohiyatiga ega, bilimi kuchli mahalla rais qo'yilishida amaliy yordam berishlaringizni so'rayman. Rahmat.